Soğuqdan qo'rqmaydigan, muzlamay titraydigan qaynonam bilan men yana keldim. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Taranch kilim Yesardan hammanglarga qutlug' salomlar bo'lsin. Taranch kilim, paranch kilim deb yana keldim men qiziq qaranglarni ilib. Sizlar taloq chiqdinglarmi, chiqmadinglarmi? Bizga ma uy kirpaqmidi qishning yaqin. Shunlashqimi sal qo'saq ko'pigi bor menda. Hey qaynona, menla chiqqandim taloq tamoq etib, sizmi chiqmay bir taloqqa deblam. So'g'aqda men qanchalik uzoq tursam, sizmi shuncha uzoq turing men bilan deb qaynonamni boshlab taloq yinib chiqdimda, men qozon besh yuvish mas'ul bo'ldim. Qaynonam o't selish mas'ul bo'ldi. Amal yo'q, bu ben fam Ahmedi. Bu qaynonam so'g'aqdan faqatli qo'rqmaydi ekan. Texi taloq chiqilgan bo'lsa, butun hamma yerdan qusur tepib, ayyamaylatga deb menga asli men o'zimcha men qaynonamni boplayman desam, qaynonam meni boplayapti. Chayxonlarni bir tozalitayli, bolam bir odam kirib qolsa emasmi dedi. Qaynonam taloq chiqdi, Miyastarga ish chiqdi. Nimaga chaqirdim qaynona, sizni eshitib bitamay, jinim chiqdi. Tozlig'inimmi yaxshi o'pgan, tozlab bo'lib, pokizlikqa qarab ardiqim chiqdi deb taranch kelin emasmi men bu qizlar? Pokizlikni bek so'yibitimiz deyman, biz chun yurgimiz bilan so'yibitimiz, yo'lab bitimiz shu pokizlik deganni. Kichik taranchni navrga ko'mamsizlar qizlar, mo'miston bolasida mana butun hamiyalarni tang shu yordamga kelib, safarbarlikka kelib miyaladi. Men yordamlashib ketyapti. Opam bo'lsa tamoq etishga tayyorlik qilyapti-da. Bolam bo'ldi chaqqan tozda bitib seriplayversangiz bo'ldi supurib. Men tamoqqa vaqqalimiz bo'lmasa dedi. Shunlar hamma qilib choyxonani supurib o'tgandan keyin opam ikkimiz tamoq etishga tayyorlik qildik. Ham bugungi tamoqimizni ko'rganinglardek talada itimizga, lekin ma tayyorliklarning hammasini uyda qilamizda. Qaynonamni haydimizam tas qildimi, birinchi, ikkinchi oylardimi talada ximay jug'ag'ni. Bugungi tamoqda ximay jug'raydigan tamoq atmaymizga, bugungi tamoqimizni kim talab qildi deb qo'yinglar. Qizim Aziza bo'lmamdi, atdigan oyoqi voy mo'ma, men menda bir tamoq etpasangiz deb so'zlab, ash mo'misini kayni kiryapti. Mo'misi faqat bu bolalarning gapini rad qilolmaydi. Men odat kunduz iliq sirtda yurgandan keyin bu bolam mush mo'mlar bilan bo'ldirilgan avarda mushlar bilan biljurdi. Mening bilan faqat chatliq yo'q, ammo kuyimchalik mana mushta kuygininglardek shundajiq yordamlarni qilib turdi. Menga qara qamira bo'lsam deb o'ylaydi. Mening shimbek aldirash o'g'ashqa bolalarga bekchiq yordamda bo'lamayman emasmi? Shunlashqa ama opamlar nim desa shuni qilib berdi bularga. Ani itpadiz ma'quldaydi, mani itpadiz ma'quldaydi. Ashta qilib bu qiz olma mana bushda mo'misning alim ta'limini ilib mana bushda chechan qiz olib qoldi hozir ham. Shum ko'rganinglardek mana mush qizimning talabiga binoan opam mush qattiq tayyorliklarni qilib bugungi tamoqlarni boshlab ketdi-da. Bugungi tamoqimiz bo'lsa turmal. Endi bu turmalni qanday aytimizga taranchilar qanday aytdi do'stlar bir ko'rib taqmamdiq. 5 tal tuxumni javorga soldik. Ana keyin bu tuxumning oqyalarini aqra oshyallarini tatib elvatmiz ko'nglini aytdi. Ha bo'pti, ilinga qaynona dedim. Bu yalarni elvatgandan keyin toza challiver deganda buni ash qoldirilib, chillib undan keyin xil umdan chilingandan keyin bir chin suv, bir chin sut, azroq tuz silib aralashtirib, aning to'piga unni mavilqi suzgich bag'oylik odat choylarning shamisi suzgan suzgich, ash suzgichga silib turib, unni ashta tasqab etmangsa, maninki budur-budursi chiqmaydi ekanda. Shu holat bo'yicha bu opam buni zada ash kirishib turib elashtirib chiqib ketdi. Allohga bir qiziqchilik qildim qizlar. Mana bu tasqaydigan ma suzgichning to'piga quyondiz ma'qul deb lam ashu ko'rdek deb javrg'ili qo'yib qolibdi menda. Shuningla opam, "Ey bolam, meni quyong deb meni tutib tursam pes qo'yatdingizg'o" deb birda qurib cho'lishib yada. Shuningla to'xtang opa qaytadan qilay deb suzgichga yana bir qatim silib anan keyin qildim. Shuningla cho'kini qo'lamda elilib akilin bo'ldi o'zim qilay bo'lam. Siz buni elashtirib qo'yguncha mana budir bir texim chiqib ketadigan o'xshaydi deb budirsiz cho'ylqay tugirli. Chiqib ketadigan o'xshaydi deb aytadi dedi. Shuningla 100 kilamaysizlar-g'o balalarimiz qaynani qilyotgan yerda sizlarga jim turamaysizlar. Shuningla meni kichkina ash ko'kini to'g'ri bitan ushaq qilib dedi. Ma'qul deb ash ko'kini to'g'ri bersam bu menda holat chiqargan ash ko'k saschi buni. Taloq chiqmay tunjisida chataq chiqadim. Qaynonam "Voy bolam, meni bir qora qo'ying" deb uy kirib ketdi-da. Shundan qarab turibdi, men qora qo'ydi dedi. Qaynopam chiqib "Qora qo'ydingizmi?" dedi. "Ha, qora qo'ydim" desam, "Asli menda qarabdimi emasmi? Tegini chaplab bitibdi-ma balla." Shuning bilan birinchisi ichqani cho'g'ilib chiqdi buniki. Ranglari qo'y chiroyli bo'lib qoptiki, lekin mening tegiga men ozroq mayya qo'tlasam bo'larkanda, shuning bilan birini buzib etdim. Asta alam qazamish jiroq tudimda sal apparatning indal turib oldim men. Azroq chataq chiqarib qo'ydim-da miyalarda. Opam birdan untuvasin ko'tilda ketdi bo'lmasa debchi. Shuning bilan cho'g'ilib ketganda o'zingiz yang deb tutqizib qo'ydi. Ama qo'ldab cho'g'ilib ketganda men yavasam qizim nima yeyman dedi. Bundan bek amra emasmi bu qizim buning? Qilgan narsamizni o'zimizga yigizib aytgandan keyin opam bo'ldi sizlar uy kirkitinglar, miyada tursanglar, men yaman taqishib olsizlar ekan deb boshladi dedi. Yo'q bo'ldi opam, men sizga yordamlashib bermayman miyada desam, bo'ldi bolam saylan aqlang meni ichiga qildigan deb boshladi dedi. Shunlar hamma qo'ldab men saylan aqlashga tayyorlik qilib saylan aqlashga mangdim.
Bilsem kızlar, ma kızım bolsa velosipedning sevitigilarmış o'tinlarni to'shtirib bo'lmasiga. Bu qiz olamış velosipedni to'shiydi. Axlat to'shiyotding desam velosipedni mangdi. Bu qatnash qorali bu qizimning endi. Yana oldirash nagmandiki jiddiy adam mangdi bir yaxlaga. Asta qilib men mana opamlar malani qilib tayyor qilyapti. Men hamda uyga kirib mana seyni qilib atmasam qarsam bu tugayl deb qoldi. Shuning bilan saylarni aqlashga, to'g'rashga tayyorlik qilyapman-da. Maning ichiga qo'shilgan materiallar bo'lsa, go'sht, qallak basay qo'ysanglar bo'lgan, yoki odatga basay qo'ysanglar bo'lgan, qizil lazım to'g'ri basanglar bo'lgan, undan keyin pomidor to'g'raysizlar. Shularning pintozlarni so'yliqi issiq-so'qchilab qo'ysanglar yumshab qoldi ekan. Shunda bir xil pintoz qo'ysanglar payz bo'ldi ekan. Bo'g'cha nima degan chaqqani? Ey munoqin onam, bir damning ichida qilib bo'ldi qaranglar. Manda qilsizlar ekan, mana shunday chiroyli qilib qatlaysizlar ekan qizlar. Mana tamoq degan pishib ketdi. Ammo aytgan chay xil yetishib qopti men bu qizlar. Undan so'ng bugun vlogim ishada oxirlashdi.